Assalomu alaykum, yaxshimisiz desam, "Va alaykum assalom, keling. Men shu yerda davolanmoqchiman" desam, "Marhamat" dedi. "Sizlarda qanaqa kasalliklar davolanadi" desam, "Xonalarimiz 800 mingdan" deydi. Shu savolning javobimi shu? Men aytdim, "Men pulni so'rayotganim yo'q" dedim. "Men davolanish so'rayapman. Sizlarda qanaqa davolar bor, qanaqa lecheniyalar bor" desam, "Oddiy xonalarimiz 600 mingdan" deydi. "Ya, men lecheniya so'rayapman sizdan" dedim. "Qanaqa lecheniya bor" desam, "Shu pulingizga yarasha lecheniya bor-da" deydi. "Ha, xo'p, 800 ming so'm to'lasam" dedim. "800 mingga nima bor" desam, 800 mingga 4 mahal ovqat, trenajyorniy zal, Wi-Fi bor" deydi. Bu bo'lgan voqea. 4 mahal ovqat uyda ham bor, Xudoga shukr. Trenajyorniy zalga sog' odam kirmayapti, kasal kirami? Bironta kasalxonada trenajyorniy zalda yurgan kasalni ko'rganmisizlar? Uyga podvalga qilib qo'yib kirmaymiz-ku? Yo, hammasi ham mayli, Wi-Fi da nima aloqasi bor sog'likka? Bu yerda lecheniya yo'q desam, "Yo'q, lecheniyaga alohida to'laysiz" deydi. Unga qancha to'layman desam, "U ham 1 millionga borib qoladi" deydi. Men aytdim, "Mayli, keyin kelarmiz" deb ketasan, 150 ming deydi. Gaplashganimizganmi? Nimaga so'rayapsiz dedim. Oxirgacha gaplashmadik-ku siz bilan dedim. "Sen konsultatsiyaga" deydi.